大家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第8单元。Bugün bizning o'rganadiganimiz 8 bölüm， yani 阿里木在医院。那么阿里木他生病了吗？他去医院的时候都发生了一些什么事情呢？好，带着这个问题，我们来看一下今天的新课。首先，我们要学习的是生词总动员。Avval o'rganadiganimiz yanala ham söz. Onda bo'lsa, darsimizni boshladik. 第一个词，挂号。挂号，yazilishi一个提手旁，andın 两个土，横竖横，横竖横，挂。Ma'nisi isish. Masalan, kiyimni isib qo'yganda 挂衣服 deymiz shunaqa. 号，一个口，一个横，竖折折钩，yani numur. 那么挂号deganimiz numur ilish. Doktorxonaga borgan vaqtimizda kasal ko'rmoqchi bo'lsak, 去医院我们要看病的时候呢，首先要挂号, oldi bilan numur olamiz. Nima? Mushu numur ilishni 挂号 deymiz. Birinchi qavatga tushib numur iling desak, 请去1楼挂号. Yoki bo'lmasa birinchi qavatda numur iling degan bo'lsa, 请在1楼挂号. 挂号。去看病的时候，首先要挂号。Kasal ko'rgili borgan vaqtimizda oldi bilan numur olamiz. 挂号，知道了吗？下一个词，医务人员。医务人员，医是医院的医，doktorxonadagi医shunaqa横，然后撇横横撇点，最后竖折 qilamiz。务务是一个撇横撇捺，下面是一个立。人odamdagi人圆上面是一个口，下面是一个背，这个已经学过，buni o'rganib bo'ldik。医务人员mushu doktorxonada ishlaydigan doktorlarni nima deymiz? 医生 deymiz. 医生 deymiz. 那么 uningdan boshqa mushu sestrani 护士 deymiz. 护士 deymiz. Na uningdan boshqa yana masalan dorixonada ishlaydigan yoki bo'lmasa qog'ayalarda ishlaydigan mushundaq doktor xizmatlari bilan shug'ullangan odamlarni nima deymiz? 医务人员 deymiz. Masalan biz mushu 挂号 qilamiz-ku. 挂号, numur olgan vaqtimizda ashada bizga mushu numurlarni yezib berib, naga k deb turib qilib beradigan mushu odamlar 都是什么呀？医务人员 bo'lib mangdi. 好, masalan, mening ocham o'sha doktorxonada doktorxona xodimlari bo'lib ishlaydi desak, o'sha 我姐姐是一名医务人员 desak bo'ladi. 好, unda bo'lsa, keyingi so'z科。科 yazilishi 一个和 shunaqa 撇横竖撇捺，然后是点点提竖。那么科的意思有很多, bir necha xil ma'nosida bor. Masalan, mushu maktabda bo'lgan bo'lsa, bu k deganimiz fanni bildirdi. Masalan, tabiiy fan bo'lsa, li k, ijtimoiy fan bo'lsa, bin k degandek bo'lib mangdi. 那么在医院 doktorxonada bo'lsa, bu bo'limni ko'rsatib berdi. Masalan, biz mushu kasal ko'rgan vaqtimizda tashqi bo'lim, ichki bo'lim, yo bo'lmasa miya bo'limi, yurak kasalliklar bo'limi deydi-ku. Mushu bo'limlarni hanzu tilida k deb aytamiz. Masalan, teri kasalliklar bo'limi bo'lgan bo'lsa, 皮肤科 皮肤科。那么 masalan, burun, mushu ko'z, quloq bo'limlari bo'lgan bo'lsa, uni biz 五官科 五官科 desak bo'ladi. 那么 ishki bo'lim bo'lgan bo'lsak, 内科 内科。那么我们去挂号，我们首先要去挂号，对吧？avval numur olamiz. Numur olgan vaqtimizda mushu 医务工作人员 bizdan so'raydi. 挂号 desak, 你要挂什么科？
qaysi bölümge numar alasız deb, ni yao gua shama ke, mesela 2 bölümge degen bolsak, gua nei ke desek boludu. Ha, ke bölümge qartawlap mağıdı. Onda bolsa, keyingi söz nei ke chiqdi. Nima? 2 bölüm, nei ke 2 bölüm. Nima tashqi bölüm bolsa, vai ke. Ha, nei degan bu xat qandaq shu hang zhe gou, anan degan pie na. Iliq rou degan xat bağı göçtiki rou aşı xatga o'xshab qoladi. Lekin mındaq kichik jindin qanchisi bor, faqat birsi bor. Nei ichi degan ma'noni bildirdi va nei ke 2 bölüm. Mening opam 2 bölümning doktori degan bo'lsak, wo mama shi nei ke医生. Wo mama shi nei ke 医生 desek bo'ladi. Nei ke 2 bölüm. Ha, onda bo'lsa, keyingi so'z chu shi. Chu chiqarish degan ma'noda. Shi ko'rsatish degan ma'noda. Chu shi ne 就是 ko'rsating degan ma'noda chiqadi. Bu nimani ko'rsating deymiz? Masalan, biz doktorxonalarga borsak yoki boshqa bir yerga borgan vaqtimizda bundaq kimligingizni chiqib ko'rsating yoki bo'lmasa boshqa bundaq bir guvohnomalaringizni ko'rsating degan bo'lsak, o'mji shu "请出示您的什么什么证件" desak bo'ladi. Masalan, kimlik bo'lgan bo'lsa, "请出示您的身份证"，"请出示您的身份证" desak bo'ladi. 出示, masalan, yana shoferlar mashina haydayotgan chaqda, masalan, qatnash soqchilari mushu mashina haydash kinishkingizni, shoferlik kinishkingizni ko'rsating degan bo'lsa, nima 请出示您的驾照 请出示您的驾照 deydi. Shu ma'lum bir xil kinishkilarimizni boshqalarga ko'rsatgan vaqtimizda uni 出示 deymiz. Ha, onda bo'lsa, keyingi so'z 身份证 身份证 身 degan nima? Mushu badanni shin deymiz. Shuna go pie shu hang zhe gou hang pie. 分 一个单人旁 anan dikin ti ni laq pertenshikten yamums per minut 2 minut tiki 分 shuna go 一个分 证 证明的证证件的证。那么一个言字旁 anan dikin 横竖是一个正确的正。身份证 身份degan salayet mushu sizning salayetiniz desek neydi? 身份 deymiz. Na么身份证 salayetimizni mushu aniqlab beradigan ashundaq kinishga. U nima desek? Kimlik. Kimlikim yo'qturdi. O da 身份证不见了. Kimlikni nega qo'ydingiz? Ni把身份证放哪儿了? Kimlikni oldingizmi? Ni 带身份证了吗? Ni 带身份证了吗? 舒服 舒 degan bu xatning yezilishiga qarsak, 一个人 andan 横竖 andan 下面是一个口 majidi 横折点横钩竖钩 bo'lib chiqadi shunaqa. Fu degan bu xat 是一个服务员的服 degan xat, 对吧? 一个月 anki 横折钩竖横撇 na 舒服 rahat degan ma'noni bildirdi. Masalan, bu karvat pek rahatken degan bo'lsa, 这张床太舒服了 这张床太舒服了 desek bo'ladi. Nima uningdan boshqa mushu bearam bo'layotgan bo'lsa, o'sha 我不舒服 desek bo'ladi. 我不舒服 Masalan, bugun birsiniki chiroyi toza yaxshi emas bo'lgan bo'lsa, tatirib ketgan bo'lsa, o'sha 你今天脸色不太好 怎么了? 你今天脸色不太好 怎么了? 我不舒服 bearam bo'layaptimi? 我不舒服 bearam bo'layaptimi degan ma'noni bildirdi. 舒服 rahat, 不舒服 rahat emas yoki bo'lmasa bearam bo'lish. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 开始 好 开 横撇竖 başlash itish degan ma'noda. 始 deganimiz 一个女 andan 一个台 ya'ni 撇折点 ostida bir tal口 开始 başlash degan ma'noda.
Her günü biz mushu ders kirgan vaqtimizda nima我们现在开始deymiz ku, nima boshlaylik degan ma'noni bildirdi va 开始. Masalan, imtihon boshlandi degan bo'lsa, 考试开始了. 考试开始了. Kino boshlandi desak, 电影开始了. 电影开始了. 那么 boshlanaydi degan bo'lsak, 那就是快开始了 desak bo'ladi. Masalan, mushu kino degan bo'lsak, kino boshlanay dedi, tezroq bo'ling desak, 电影快开始了. 你快点儿. 你快点儿 desak bo'ladi. Ha, uningdan boshqa daslibida mundaq bo'ldi, keyin mundaq bo'ldi degan vaqtimizda 刚开始怎么怎么样, 后来怎么怎么样 desak bo'ladi va dastlabda men u yoqni tunimaydim, keyin biz yaqin do'st bo'lib ketdik desak 刚开始我不认识他, 后来我们成了好朋友. 刚开始我不认识他, 后来我们成了好朋友 desak bo'ladi. Ha, unda bo'lsa keyingi so'z 头疼. 头疼. Men bundaq bir harakat qilayotgan bo'lsam, meni hozir qanday bo'ldi deb o'ylaysizlar? To'y, bosh og'rish deganni 头疼 deymiz. Nima yezilishi 一个点点横撇点. 那么疼 这是一个病字旁. Shunaqa, mushu病字旁ni ko'rsak, bularning hammasi nima bilan? Mushu og'riq bilan, kasal bilan munosabatlik bo'ladi. 一个病字旁 ichi bir tal 冬天deki 冬. Nima 头疼 bosh og'rish. Mening beshim og'riyotdi desak, 我头疼. 我头疼 desak bo'ladi. Ha, 你怎么了? Sizga nima bo'ldi? 我不舒服, 头疼. Men beyaram bo'layapman, beshim og'riyotdi. Nima bu 头疼 degan rasmiy bosh og'rishni ko'rsatadi. Uningdan boshqa, masalan, ma'lum bir ishlar pek avorchilik bo'lib, beshimizni og'ritgan bo'lsa-mu, 也可以说头疼. 作业多的我头疼. Topshiriqning jiqliqida beshim og'riyotdi desak bo'ladi. 工作太多了, 我太头疼了. Xizmat nima degan ko'p, mening bek beshim og'riyotdi desakmi bo'ladi. 头疼 ikki xil bo'lib mangdi. Birisi ras besh og'rish, yana birisi ishninki avorchilik yoki ko'pligidan bosh og'rish, bosh qetish desakmi bo'ladi. 这个孩子太让我头疼了. Bu bala mening bek beshimni qattiryotdi degan ma'noni bildirdi. 头疼. Ha, unda bo'lsa keyingi so'z 发烧. 发烧. Fa degan bu xatni o'rganib bo'ldik-ku, yo'llash, taqtish degan ma'noda chiqdi-ku. Nima yezilishi pie zhe, andan keyin pie hang pie na dian. Shao degan bu xatga qarasak bir tal ot, 一个火, 然后是横斜勾撇 andan hang pie shu wan go maqsudi chekit yo'q. 发烧 qizib qilish degan ma'noni bildirdi. Men tunugun qizib qoldim desam, 我昨天发烧了. 我昨天发烧了 desak bo'ladi. Ha, uningdan boshqa men qizib 39 gradusga chiqibdimi desam, 我发烧烧到39度了. 我发烧烧到39度了 desak bo'ladi. 你是不是发烧了？怎么脸红红的? Siz qizib qoldingizmi nima? Yuzingiz qip-qizil turdi degan ma'noda chiqadi. Ha, 发烧 qizib qilish. Endi keyingi so'z 浑身. 浑身. 浑 一个3点水 and then 一个凸宝盖 asta bir tal 车 mashinadagi 车. 身撇竖横折钩横行横撇. 浑身 bütün beden. Bütün beden 浑身 a. Bütün bedenim og'riyotdi desak 浑身疼. Bütün bedenim beyaram bo'layotdi desak 浑身不舒服. 我今天浑身不舒服, 好像发烧了. Bugun bütün bedenim og'riyotdi, qizib qolgan o'xshayman. 我浑身不舒服, 好像发烧了. 浑身 bütün beden. Ha, onda bo'lsa keyingi so'z
难受难受nan degan bu xat shuy degan xat esimizda bormi kimodiki shuy degan xat nima shuni oldidagi yangi pangni qandaq shu bir yuv almashtirib olsak yuvdan birsi yigidan rim pang anan degan tiyan qilib hang 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 shu hang siga hang to'rtal hang ba nan shu degan bu xat ayga sal o'xshab qoladi lekin osti o'xshamaydi pie den pie qilib anan degan pie hang qilib bo'lib osti bir tal yuv nan shu ma'nosi beyaram bo'lish masalan ko'nglimga ishlatgan bo'lsam ko'nglim yerim bo'layotdi desam 我心里难受 desam bo'ladi 我心里难受 昨天看到妈妈的白头发 我心里特别难受 Tunigun opamning oq sochlarini ko'rib shundoq ko'nglim yerim bo'ldi 昨天看到妈妈的白头发心里 shurkuma 特别难受 uningdan boshqa shu bearam bo'lgan vaqtidamizda masalan uya buyalarimizda masalan qo'sqam og'riyotgan bo'lsa va tuzi tabiiy nansho desak bo'ladi ya masalan oshqoznimiz bearam bo'lgan bo'lsa o'sha vada ve tabiiy nansho desak bo'ladi 都可以难受好难受 ma'nosi bearam bo'lish endi o'tu bu o'tu degan bu shikil xatni oldiga qarsak partal ko turdi demak bu eg'iz bilan munosabatliga nima o yig'i ko anan degan chu xiao chu ilaqa rayon chunago shu xat hang pie na ankin shu zhe nima tu degan xat shi yig'i ko anan degan hang shu hang to'padagi tu o'tu qanaqa harakat bu qusish qusqanni o'tu deydi masalan shu og'rib qilib doktorxonaga borgan vaqtimizda ko'pinchisi bizdan qusdingizmi deb so'ragan chog'da o'tulama deb so'raydi o'tu qusish ko'pinchisi biz shu o'tuni qisqartib tu deb ishlatamiz tunigun bakchiq qusib etdim degan bo'lsam 昨天我吐了好多 吐了很多 nima lekin doktorlar odatda bizdan so'ragan chog'da 有没有呕吐 deb so'raydi有没有呕吐好那么下面一个词或者或者 yazilishi hang anandagi 一个口 andan ti 斜勾撇点 者是横竖横撇 and 竖横者横横或者 yoki degan ma'noni bildirdi. Buni ishlatgan vaqtimizda mandaq yoki mandaq degan bo'lsak a 或者 b 或者 c deb mandaq olsak bo'ladi. Masalan, men bugun ya cho'ng opamnikiga borman, ya o'zimning uyga qaytaman degan bo'lsam, 我今天或者去奶奶家，或者回自己家。bu yo'lda yoki bu yo'lda shkilisida mansangiz bo'laverdi. 你可以走这条路，或者那条路都可以 desak bo'ladi. 或者 siz qachon kelasiz? Erta yoki o'gun desam, 你什么时候来？明天或者后天 desak bo'ladi. 好，那么或者 yoki deganni bildirdi, ya'ni bir necha xil tanlashni bildirdi. Keyingi so'z 拉肚子，拉肚子，拉提手旁横竖勾提，还能degan一个力点横，这个横，对吧？肚子肚一个月，还能degan一个土字儿子的字，拉肚子，ichi surib qolganni 拉肚子deydi. Men tunigun ichim surib qapti, mening tunigun ichim surib qapti desak, 我昨天拉肚子了。我昨天拉肚子了。ichim surganga 5 kun bo'ldi desak, 已经或者说拉肚子5天了。拉肚子5天了。yoki bo'lmasa 拉了5天肚子。拉了5天肚子 desak bo'laverdi. 拉肚子 ich surish. Iching surib qoldimi nima? 你是不是拉肚子了 desak bo'ladi. 好，下一个词
体温 temperatura badanning temperaturasini tiwin deymiz. Havoning temperaturasini chiwin deymiz. Shunaqo ti degan badan. Ha, nima tijen degan vaqtimizda degan-ku buni. 一个单人旁，一个木下面是一个横。温degan 三点水，anandagi ustida bir tal r, akan ostida bir tal min, shu 横折竖竖横 tiwin badan temperaturasi. Masalan, 它体温是38摄氏度。Oningki badan temperaturasi 38 graduskan desak, 它体温是38摄氏度。那么 badan temperaturasi sal yuqorikan degan bo'lsak, 体温有些高。体温有些高。那 badan temperaturasi sal tuvanka desak, 体温有些低 desak bo'ladi. 体温 badan temperatura. Keyingi so'z 摄氏度。摄氏度 ma'nosi gradus. Nima bu xatninki yezilishiga qarasak, ega ti shouphang, anandiki usti bir tal ardodiki ar, quloqdiki ar, anandiki ostida ikki tal yu turadi. Ikki tal yu. Sh. Bu sh qaysi sh desakchi, mushu doktorxonaga borgan vaqtimizda fang sh k deb bag'o ilaqi mundaq rentgenlarga tushiradigan yerlarda fang sh k deb ba. Uningdan boshqa mushu apparatda mushu rasm tatgan vaqtimizda 摄影 deymiz. 摄影也是这个啊。那么是 deganimiz 撇竖体 anki 横斜钩。度 degan grad mushu 度 gradusi. 那么点横撇一个广点 xat anki 横竖竖横qilib ostiga bir tal yu. Ostiga bir tal yu. 摄氏度 gradus. Odatda bu 摄氏度ni mushu butun xat bilan yozib ketmaymiz. Bir mushu belgisi orqali ifodalaymiz. Qandaqmi? C'dan bir yozib menga bundaq bir dumaloq chekitdan bir chiqadi, ha. 摄氏度bo'lib ma'noda. Masalan, odamning normal temperaturasi 37 gradus degan bo'lsak, 人的正常体温是37摄氏度。37摄氏度。那么 bugun havo 30 graduskan desak, 今天气温是30摄氏度 desak bo'ladi. Ha, odatda mushu 摄氏度ni 摄氏 deganni qanday qisqartirib o'tib dulam deymiz. 39度 那个度这个dulam deymiz. Ha, unda bo'lsa keyingi so'z 验血。那么bu 验 deganimiz qandaq tekshirish yo'lidir-ku. 一个码，对吧？anandagi 撇捺横 anandagi 点点撇横。验 majida otdagi ma, majida tigendagi gen isimizda bormi? Ashu genninki o'ng tarpi. 那么血 deganimiz qon, shunaqa 撇竖横折竖竖横。那么bu qon tekshirish yo'lab boradi. Masalan, 3-chi qavatga chiqib qon tekshirib keling desak, 去3楼验血 desak bo'ladi. 去3楼验血 desak bo'ladi. 好，这是验血。拿 ustiga bir tal 人，一个横，一个口，anandagi 一个手，qo'ldagi手，拿 ilish degan ma'noda. 比如说 man narsalaringizni ilib keting desam, 把你的东西都拿走。Masalan, u kitobini ilib ketdi desak, 他把书拿走了。Sizningki narsalaringizni tayyor qilib qo'ydim, qachon kelib ilib olasiz desak, 你的东西我都准备好了，你什么时候来拿desak bo'ladi. 好，这是我们的这个生词是吧？那么下面一个 mushu qon tekshirib bo'lgandan keyin bizning qo'limizga o'sha qon tekshirilgan nimani beradi? Mundaq bir jadvalni beradi. Uni 化验单 deymiz. 化验单. Nima 3-qavatga chiqib qon tekshirib, o'sha tekshirish nimasini tekshirib bo'lgan o'sha jadvalni menga akab bering degan bo'lsak, nima uni xuddi shu talonni akab bering desak, 去3楼验血，然后把化验单拿过来。Ashu tekshirib bo'lib sizga qo'lingizga chiqarib bergan ashu tekshirish nomlarini 化验单 deymiz. Xo'p, andan keyin eng oxirgisi 化验室
化验室。那么아주 tekshiraydigan yerni化验室deymiz. Masalan, 我们去验血的时候，你要去哪里呀？去化验室。哎，那么아시게 kirimiz qon oladi, 然后ular 아주化验室ning ichida tekshirib bizga化验单呢beradi. 好，明白了吗？那么今天的这个内容呢，都是跟这个kasal görüş跟医院有关系，对吧？好，那希望同学们呢，都能够认真的去学习。好，onda bo'lsa, bugun o'rganib bo'lgan so'zlikni menga ergishib 2 qatamdan o'qib olsak. 那么接下来，同学们呢，跟着老师把今天所学的生词一个读2遍。挂号，挂号，医务人员，医务人员，科，科，内科，内科，出示，出示，身份证，身份证，舒服，舒服，开始，开始，头疼，头疼，发烧，发烧，浑身，浑身，难受，难受，呕吐，呕吐，或者，或者，拉肚子，拉肚子，体温，体温，摄氏度，摄氏度，验血，验血，拿，拿，化验单，化验单，化验室，化验室。好，那同学们，今天我们的课就先上到这里。作业呢是每一个生词抄2行，选择其中的5个造句。Onda xo'sa saboqdoshlar, bugungi darsimiz mishagicha bo'lsin. Bugungi topshiriqimiz yana burunqiga o'xshash har bir so'zlikni 2 qurdan ko'chirib, o'ttirdan 5 ni tanlab cümle tuzib olsak bo'ladi. 同学们，今天的内容你都掌握了吗？ Bugünkü öğrengen derslerimizni tushundingiz mi? 还有问题吗？如果有问题的话，咱们可以把这个视频再看一遍。那今天我们就到此了，同学们，下一期